xalqning mulkini talon-taroj qilishni kasb qilgan amaldorlar xitoyliklarni yotib olib himoya qilishi, ularga cheksiz imkoniyatlarni berishi, kerak bo'lsa o'z xalqidan ustun qo'yishi va Xitoy xavfidan ogohlantirgan vatandoshlarni omma oldida uzr so'rashga majburlashi bu xavotirli holat. Xullas, Xitoy qarz qopqoniga tushirib, tortib olgan yerlarda ijaraga deysizmi, vaqtinchalik foydalanishga deysizmi, nima deyishingizni ularga umuman qizig'i yo'q. Ular egallagan yerlarda qaytarib bermasligini Qirg'iziston, Qozog'iston, ayniqsa Tojikiston misolida ko'rdik. O'zbekiston bilan ham shunday bo'lmasligiga kim kafolat beradi? Mamlakatdagi katta bozorlarni sotib olayotgani, mehmonxonalarni binosi bilan sotib olayotgani, xo'jalik yerlarini qimmat narxlarda bo'lsa ham sotib olayotganiga nimaga munosabat bildirmayapsizlar? Amerika Afg'onistondan chiqib ketgandan keyin Xitoy mana shu holatga nima deb munosabat bildirganini bilasizmi? Biz Amerika va Rossiyaga o'xshab qo'shin kiritmaymiz. Biz O'rta Osiyo yerlarini sarmoya kiritish orqali egallab olamiz degan edi. Xuddi shunday, ular bizni yurtlarga bizga mehribonlik qilib sarmoya kiritmayapti. Ular asosan kichik bizneslarga e'tibor qaratyapti. Kichik bizneslarni sindirish uchun 1-2 yil ziyoniga bo'lsa ham tovarni 2 barobar arzon bahoda sotib ishlab turadi. Mahalliy tadbirkorlar bunga dosh bera olmay o'z-o'zidan sinib ketadi va bozorni tashlab chiqishga majbur bo'ladi. Xitoy bozorni o'ziniki qilib olib, qolgan raqobatchilarni chiqazib yuborgandan keyin tovarni xohlagan narxida sotishni boshlaydi. Shundan keyin ular avval yarim bahosiga sotib ko'rgan zararini 5-10 barobar qilib chiqazib oladi. Shu 1 yil ichida O'zbekistondagi mahalliy korxonalarni 40% yopilib ketdi.